Sun'iy intellekt darslarimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzu cheklov va mezonlar bilan ishlash. Ushbu darsda biz AI javoblarini qanday qilib aniq va sifatli qilishni, cheklovlar va mezonlardan qanday foydalanishni batafsil ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Ko'pchilik foydalanuvchilar AI ga faqat yaxshi matn yoz deb topshiriq beradi va natijada umumiy javob oladi. Natijada juda uzun yoki maqsadga mos kelmaydigan javob chiqadi. Muammo AI da emas, balki aniq yo'nalish berilmaganidadir. Cheklovlar AI ijodkorligini kamaytirmaydi, aksincha uni kerakli yo'nalishga boshqaradi. Keling, buni qanday qilishni o'rganamiz. Siz javob uzunligini, ohangini, tuzilishini va kerakli elementlarini qanday belgilashni bilib olasiz. Masalan, oddiygina reklama matni so'rash o'rniga kuchli prompt orqali auditoriyani, yozish uslubini va taqiqlarni belgilash mumkin. Dars davomida majburiy elementlar va taqiqlar o'rtasidagi farqni ham tushunib olasiz. Bu juda muhim jihat. Majburiy elementlar javobda nimalar bo'lishini ko'rsatsa, taqiqlar keraksiz uslub yoki xatolarning oldini oladi. Shuningdek, siz AI dan o'z javobini tekshirishni so'rash usulini ham ko'rib chiqasiz. Bu tahrirlash jarayonini tezlashtiradi. Tayyorlangan matnni aniqlik, auditoriyaga moslik, qisqalik va CTA kuchi kabi mezonlar asosida baholatish mumkin. Yana bir muhim jihat, juda ko'p cheklov berish ham foydali emas. Bu AI ni chalkashtirishi mumkin. Haddan tashqari ko'p yoki zid talablar natijani yomonlashtiradi. Faqat kerakli cheklovlardan foydalaning. Keling, amaliy misollar orqali kuchsiz va kuchli promptlarni taqqoslab ko'ramiz. Farqni darrov sezasiz. Siz oddiy topshiriqni qanday qilib professional darajadagi promptga aylantirish mumkinligini ko'rasiz. Dars oxirida siz qayta ishlatiladigan professional prompt shablonini yaratishni o'rganasiz. Ushbu shablonda AI roli, mahsulot tavsifi va maqsadli auditoriya kabi asosiy bloklar bo'ladi. Shuningdek, asosiy vazifa, uzunlik va ohang talablari hamda sifatni baholash mezonlari ham joy oladi. Ushbu dars yakunida siz AI dan doimiy ravishda sifatli va amaliy natijalar olishni o'rganib olasiz. Esda tuting, aniq yo'nalish, oqilona cheklovlar va to'g'ri baholash mezonlari muvaffaqiyat garovidir. Bugungi darsimiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi darsda uchrashguncha xayr, ilm olishdan to'xtamang. Keyingi darsda biz prompt shablonlarini qanday avtomatlashtirishni ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Amaliyotda omad tilaymiz.